Erim ketgan kuni uy birdan jimib qoldi. Devorlar ham nafasini ichiga yutgandek, derazalar ham mendan ko'zini olib qochgandek tuyuldi. Bir vaqtlar kulgiga to'la bo'lgan xonalar endi faqat xotiralarim bilan gaplashardi. Men esa jim turardim, chunki iglashga ham kuchim qolmagandi. O'sha payt angladimki, yolg'izlik faqat odam ketishi emas, balki ishonchning sinishi ekan. Nikohimiz dastlab chiroyli boshlangan edi. Oddiy quvonchlar, mayda orzular, kelajak rejalari bor edi. Ammo vaqt o'tib, gaplar kamaydi, sukut ko'paydi. Bir-birimizni yashirmay qo'ydik. Men tushuntirishga harakat qildim, esa qochdi. Qisri esa ketdi. Hech qanday janjalsiz, shovqinsiz, ammo yuragimni sindirib ketganidan keyin men ko'p narsani o'zimga tan oldim. Ba'zan sevgi yetarli bo'lmas ekan. Ba'zan ikki inson bir-birini yo'qotmaslik uchun har kuni kurashishi kerak ekan. Men esa charchab qolgan edim. Shuning uchun ketishiga qarshi tura olmadim. Uyda yolg'iz yashash qiyin bo'ldi. Har bir bayam o'tmishni eslatardi. Choynakning shovqini, soatning sekin urishi, kechqurun yoqiladigan chiroq hammasi yuragimga bosardi. Men o'zimni yig'ishtirishga harakat qildim, lekin ichimdagi bo'shliq ketmasdi. Bir kuni eski tanishimiz, uzoq qarindoshlar orqali bog'langan, ammo hayotimda alohida o'rni bo'lmagan bir inson holimdan xabar oldi. U bilan suhbatlarimiz doimo hurmat doirasida, insoniy edi. U menga nasihat bermadi. Faqat tingladi. Balki eng keraklisi ham shu edi. Men sekin gapira boshladim. Avval oddiy so'zlar, keyin ichimda yigilib qolgan alamlar chiqdi. U esa shoshmasdan, muloyim ovoz bilan javob qaytarardi. Uning so'zlari yuragimga taskin bo'ldi. Bu muhabbat emas edi. Bu insoniy tayanch edi. Ammo ba'zan tayanch ham yurakni davolaydi. Kunlar o'tdi. Men o'zimni qayta topa boshladim. Ishimga qaytdim, eski orzularimni esladim. U bilan suhbatlarimiz davom etdi. Hayot, kitoblar, bolalik xotiralari haqida gaplashardik. Har bir suhbatdan keyin ichim yengillashardi. Bir kuni menga shunday dedi: hayot seni sindirgan bo'lsa ham sen hali tugamading. O'sha gap yuragimga mixlanib qoldi. Chunki men o'zimni tugagandek his qilardim. Ammo uning ishonchi menga kuch berdi. Vaqt o'tib, men yangi odamlar bilan tanishdim. Hayotimga yangi ranglar kirdi. O'sha inson bilan munosabatimiz esa doimo toza, halol va chegarali bo'lib qoldi. U menga yo'l ko'rsatdi, ammo yo'limni o'zi bilan bog'lamadi. Shuning uchun ham qadrli bo'ldi. Bir kuni men haqiqiy muhabbatni uchratdim. U butunlay boshqa odam edi. O'tmishimni bilardi, yaralarimni tushunardi. Meni o'zgartirmadi, qabul qildi. Men esa qo'rqmadim. Chunki endi bilardim, sevgi yirik emas, sevgi tinchlik ekan. O'tmishimga qarab achchiq bilan emas, minnatdorlik bilan boqaman. Chunki u meni kuchli qildi. Ketgan erim ham, jim qolgan uy ham, o'sha paytdagi ko'z yoshlarim ham meni bugungi baxtimga olib keldi. Bugun men yana kulaman. Yuragimda qo'rquv kam, ishonch ko'p. Sevgi kech kelishi mumkin, ammo kelganda chin bo'lar ekan. Eng muhimi, inson avval o'zini topishi kerak ekan. Shunda sevgi ham yo'lini topadi.